Ushbu darsimizda Qizilmerfini 4-unitida present continuous zamonining davomi bo'lgan, ya'ni so'roq shakllari haqida gaplashamiz. Sizlarga ma'lumki, so'roq gaplar haqidagi qisqacha umumiy ma'lumotlar 2-unitda izohlangan edi. So'roq gaplar ingliz tilida o'z navbatida ikki turga bo'linadi. Birinchisi umumiy so'roq gaplar, ikkinchisi maxsus so'roq gaplar. Umumiy so'roq gaplarni hosil qilish uchun formulaning yordamchi fe'li bo'lmish emizarni va subjektni bir-birini lokatsiyasini almashtiramiz. Ya'ni emizarni egadan oldinga chiqarib qo'yamiz, bo'ldi. Formulada asosiy o'zgarish shu bo'ladi. Misollarimiz: Am I working now? Hozir ishlayapmanmi? Is he driving a car? U mashina haydayaptimi? Are you speaking? Sen gapiryapsanmi? Are they sleeping? Ular uxlayaptimi? Bu formulaning umumiy so'roq shakliga namunalari, ushbu misollarimiz. Maxsus so'roq shaklini hosil qilishimiz uchun biz umumiy so'roq gaplarining oldiga MSS maxsus so'roq so'zlarini qo'yish orqali hosil qilamiz. Maxsus so'roq shakliga erishgan bo'lamiz. Bularga what, who, which, where, why, how many, how often, how long kabi maxsus so'roq so'zlar kiradi. Biz demak maxsus so'roq so'zlarini umumiy so'roq gapdan oldinga chiqarsak, formula maxsus so'roq gapga o'giriladi. Maxsus so'roq so'zlar bilan boshlangan gaplar maxsus so'roq gaplardir. Xoh umumiy so'roq gap bo'lsin, xoh maxsus so'roq gap bo'lsin, har doim emizarning lokatsiyasi egani oldida turishi kerak. Misollarimiz: Where are you going? Qayerga boryapsan? Why is she laughing? U nima uchun kulyapti? What is he eating? U nima yeyapti? Bular maxsus so'roq gapga misollar. Short answer. Short answerlar haqidagi batafsil ma'lumotlar 2-unitda to'liq yoritilgan va o'sha 2-unitga deyarli aloqador bo'lgan unit bo'lganligi uchun ikkalasi bitta mavzu sifatida qaraladi. Short answerlar present continuousda ham umuman barcha zamonlarda ikki turga bo'linadi: pozitiv va negativ. Pozitivda o'sha yes subject emizar to be qisqarmaydi, negativda no subject emizar not. Bu yerda yo to be yo not ikki xil shaklda qisqarish kerak bo'ladi. O'sha oldingi darslarimda izohlab o'tganimdek, kishilik olmishlari 7 ta, undan ikkitasi protiv, you bilan I. Savolda you bo'lsa, javobda I, agar I bo'lsa you ga o'zgaradi. Misollarimiz: Are you sleeping? Siz uxlayapsizmi? Yes I am, no I am not. Ha yoki yo'q. Suhbat jarayonida ikki kishi ishtirok etar edi. Keyingi misolimizda am I coming late? Men kech kelyapmanmi? Bu yerda I bo'lyapti, egamiz endi you ga o'zgaradi. Yes you are, no you aren't. Agar gapda ega he, she, it, they olmoshlaridan biri bo'lsa, ular o'zgarmasdan qoladi. Keyingi gapda: Is she reading? U o'qiyaptimi? Yes she is, no she is not. Misol uchun misol keltirib o'taman. Gapda agar ega ot bo'ladigan bo'lsak, masalan olaylik: Is Anna Is Anna learning English? Anna ingliz tilini o'rganyaptimi? Endi biz short answer sifatida javob beramiz. Gapning egasi ot bo'lganda, demak yes she is. Pozitiv javobda to be qisqarish holatiga uchramaydi. Ammo negativda qisqarish holati bor. No she is not yoki no she isn't. Ya'ni bu yerda tushuntirib o'tishim kerak bo'lgan narsa, gapning egasi ot bo'lsa, biz undan doimiy ravishda olmosh chiqarib olamiz. Mana shunday holat bo'ladi. Endi ushbu unitga aloqador bo'lgan soat mavzusiga ham to'xtalib o'tamiz. Soatni aytish quyidagi formulaga bo'ysunadi. Kimdir sizdan soat so'ragan paytda itizdan foydalanasiz. Qolgan holatlarda bunga hojat yo'q. Soat ikkita formulaga asosan ishlatiladi. Birinchi formulada birinchi daqiqa, keyin asosiy soat. Ikkinchi formulada birinchi asosiy soat, ikkinchi daqiqadan foydalanasiz. Bunda quyidagicha: 15 raqamini aytmoqchi bo'lsangiz, quarter so'zidan foydalanamiz. 30 raqamiga half so'zidan foydalanasiz.
Qolgan barcha raqamlarni sanoqson sifatida foydalanamiz va orqasiga minutes so'zdan qo'yish orqali shakllantirib olamiz. Keyin past o'tgan, to come ushbu predloglardan foydalanamiz va oxiriga asosiy soatni joylab qo'yamiz. Mana bunday raqamli soatlarga duch kelasizlar. Avvalambor 30 so'zini aytib olamiz. 30 da o'zini sanoqson sifatida foydalana olmaysiz. Shu sababdan half so'zdan foydalanasiz. 38 dan o'tib turganligi uchun past oxiriga demak asosiy soatni qo'yib qo'yamiz. 8. Endi men past bilan tuni soatni rasmi jihatdan farqlab o'taman. Farqlab. Demak past o'tgan degani. Past so'zi 1-daqiqadan 30-daqiqagacha ishlatiladi. O'tib boradi soat. 30 dan boshlab bu yog'iga soat kamayib boradi. Bu yog'iga to ishlatiladi. Asosiy strilka demak bu tarafga o'tdimi, past ishlatilmaydi. Bu tarafda esa to ishlatilmaydi. Ikkalasi demak soatni ikki guruhga, ikkiga bo'lib olib, 30 gacha past, 30 dan bu yog'iga kamayib boradi va to dan foydalanamiz. 350 da strilka bilasizlar mana bu nuqtada bo'ladi. Biz o'tgan deya olmaymiz 350 ni, endi 10 takam deb foydalanamiz. 10 takam 4. 10 minutes deymiz. Kam 2, keyin oxiriga 4 ni qo'yib qo'yamiz. Asosiy soat. 820 da strilka mana yerda bo'ladi. Biz pastdan foydalana olamiz. 20 minutes past 8 bo'ladi. 720 da ham shu vaziyat. 20 minutes past 7. 245 da lekin pastdan foydalana olmaymiz, chunki strilka chap tarafga o'tgan bo'ladi uji. Biz 15 takam 3 deymiz. Quarter to 3. 955 da ham shu vaziyat. 5 minutes to 10. 10 takam 5 takam 10 bo'ladi. Ya'ni strilka bu tarafda turgan bo'ladi. Mana bu nuqtada. Endi soatning ikkinchi formulasida sanashni bilganingizning o'zi kifoya. Asosiy soatda aytasiz, keyin daqiqani aytasiz, bo'ldi. O'rtaga xohlasangiz point yoki end bog'lovchisidan foydalanib ketsangiz bo'ladi. 830 demoqchi bo'lsangiz 8 so'rdi deng yoki 8 point yoki end so'rdi deng. Ikkalasi ham to'g'ri. Yoki bo'lmasa 750 demoqchi bo'lsangiz 750 deng yoki 7 point yoki end 50 desangiz bu ham to'g'ri bo'ladi. Soatning ikkita formulaga asoslanib foydalanamiz. Endi EM bilan PM ga to'xtalib o'tamiz. EM antimeridian so'zining bosh harflaridan abbreviation sifatida, qisqartma sifatida olingan. Before midday ga teng, tushdan oldingi vaqt degani. EM ni biz kechasi soat 12 dan kunduzgi soat 12 gacha bo'lgan vaqtlar oralig'ida foydalanamiz. PM esa post meridian so'zining qisqartmasi hisoblanib past midday, tushdan keyin degani, abitdan keyin. Abitdagi soat 12 dan kechasi soat 12 gacha bo'lgan vaqtlar oralig'ini ifodalash uchun ishlatiladi. Agar soat 24:00 ga bong urgan bo'lsa, biz midnight dan foydalanamiz. Midnight yarim tun degani. Kunduzgi 12 ga bong urgan bo'lsa, biz midday dan foydalanamiz. Tush vaqti degani. Demak, tonggi soat 4 ga biz budilnikka qo'ymoqchi bo'lsak, biz AM dan foydalanamiz. Agar biz PM yozib qo'ygan bo'lsak, budilnik abitdan keyin soat 16:00 da chaladi. Bir kunda bir sutkada 24 soat bor. O'shaning 1 dan 12 gacha bo'lgan soatini demak EM ko'rsatadi. 12 dan boshlab kechasi 24 gacha bo'lgan vaqt oralig'ini esa PM ko'rsatadi. Shu bilan 4-yunitimizda present continuous'ning so'roq shakllari, short answer shakli va soat haqidagi qisqacha umumiy ma'lumotlar shulardan iborat edi.